Qizing maktabni bitirdimi? Sroshniga berib yubor. O'qish-po'qishini yig'ishtirsin. Qiz bolaga kerak emas unaqa narsa. Qiz bolani qancha yosh o'tgan sari mahallada gap ko'payaveradi. Sovchi kelsa bo'ldi, tengi chiqsa tekin berib yuboringlar. Bu gap sizga tanishmi? Demak siz o'zbeksiz. Welcome to O'zbekiston. Turmushga chiqish arafasida turgan hurmatli Soliha singlim, hech qachon oilang bosimi bilan turmushga chiqma. Kimga nimanidir isbotlash uchun turmushga chiqma yoki dugonalaringning hammasi turmushga chiqib bo'lganligi uchun turmushga chiqma. Qachonki o'zing yoqtirgan insonni topganingda, seni qo'llab-quvvatlaydigan va seni so'zsiz tushunadigan insonni topganingda turmushga chiq. Yoshchi deysanmi? Yoshning umuman ahamiyati yo'q. Bir sinfdoshim 17 yoshda turmushga chiqdi va to'ydan 1 yil o'tib 35 ga to'ldi. Yana bir tanishim esa 24 yoshda turmushga chiqdi va to'ydan 1 yil o'tib 18 ga to'ldi. Maslahatim hech qachon shoshilma. Qachon turmush qurishing emas, kim bilan turmush qurishing muhim. Bor yo'q shu.